Eringlarni boshqa ayolga uylanishiga aslo qarshilik qilmanglar. Agar u dunyoda buning uchun sizlarga qanaqangi ajr berilishini bilganinglarda edi, o'zingizlar sovchi bo'lib borib, eringlarni majburlab uylantirib qo'ygan bo'lardinglar. Aynan opajonimni bizga shunday mujdalar beryapsizki, o'zingiz ham shunga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Ay, o'zim o'rgilay sizdan. Nimaga rozi bo'lmas ekanman? Albatta rozi bo'lardim. Axir bu Allohning buyrug'i-ku. Allohning buyrug'i-ya. Unda biz ham shunaqa qilamiz. Keling opajon, sizni bitta bag'rimga bossam maylimi? O'zim o'rgilay sizdan. Allohning buyrug'iga bir zumda taslim bo'lgan sizni men turib bag'rimga bosishim kerak. Aylanay opaginamdan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Opajon, aslida anchadan beri men sizga kundoshman. Eringiz, to'g'rirog'i, erimiz meni o'zlariga nikohlab olganlar. Lekin sizga aytishga qo'rqib o'tirgan edik. Hozirgi suhbatingizdan shunga amin bo'ldimki, siz shariat amriga taslim bo'lgan jannatiy